Bugun ustozdan ancha narsa o'rganamiz ham, eshitamiz ham, o'zimizga ma'naviy oziq olib keyin ketamiz. Azizlarim, bugun biz Buxoroda, Buxoroi sharifda xizmatdamiz. Bugun legendarniy bo'lmasa-ki Rustamov bilan mana Buxoroda ko'rishib oldik, ustoz bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ramiz. Hozir men nafaqat ashula aytgani keldim, bugun men konsert ham ko'rar ekanman, Xudo xolisa. Chunki bo'lmasa-gani haqiqiy san'atga shinavanda bo'lgan odamlar juda ham mazza qilishdi. Men o'shanaqa shinavandalardan bittasiman. Bugun bo'lmasa-gani eshitaman, mazza qilaman. Samimiy inson, qalbi ko'p inson, dajonaming lazim bilamayman, xarakteri zo'r, dajonam. Xushomad edi, Buxoroga xush kelibsiz. Sizga ham bir mehmon bo'ling.